2026-yil yilgi asalari mart oyidagi holat. Perchatki bilan ishlamasa bo'lmayapti, asalari ko'p chaqyapti. Mana bu sepilayotgan narsa dimor bu. Tutun bilan ishlamasa chaqyapti asallar. Hozir ko'ramiz holatini. 8-mart 2026-yil 8-martdagi holat. Bu sush. Buni ovqat yo'q. Bo'shagan. Ramka soni ikkitasini ayirib taylasak 1 2 3 4 5 6 ta 7 ta 7 ta ramkadan mana birinchi raspolat, bu orqadagi raspolat, bu kam. Samarqand viloyatidagi holat bu. Mana buni rasbolati yaxshi degan umiddaman, yaxshi bo'lsa kerak. O'zingiz ko'rib baho berishlaringiz mumkin. Yana bir gap. Sizni viloyatingizda asalari semya oilasi necha pul bo'lyapti 2026-yil? Shuni ham kommentariyaga yozib ketishingizni so'rab qolaman. Podpischilar, mana bu 3-raspolat. Bu tomonlarda ham bor. Mana qishdan yaxshi holatda chiqdi. Shu yilgi asallarimiz, Xudo xohlasa asallar mo'l bo'ladi degan umiddamiz. Ana 4-raspolat bo'lsa kerak. Sanoqda ham adashib ketdim. 4-raspolat adashmasam. Videoni qaytadan ko'rasizlar. Raspolat soni bunisi ovqat. Pergilar ham yaxshi kelyapti. Kulchang. Bu tarafida yo'q ekan. Hozir shirab beramiz bunga. Oxirgi ramka. Bunda ham pergil ramka. Holat yaxshi bo'lsa kerak. O'zlaringiz ko'rib kommentariyada baho berasizlar. Keyin raspolatni orasida bitta ikkita chirigan holatlari ham uchrab turibdi. Shu chirigan raspolatlarga qanaqa dori berishni tavsiya qilasizlar? Kommentariyaga yozib ketingizlar. Hozir urug'ini tugmaydigan dorilar bormi? Shular nomini yozib ketingizlar, iltimos.